Xorazmda tuyoqli qiz afsonasi. Bir haydovchi tunda kimsasiz yo'lda ketayotgan bo'ladi. Atrof qorong'u, faqat mashina chiroqlari yo'lni yoritib boradi. Kutilmaganda yo'l chetida oq ko'ylak kiygan, sochlari uzun bir qiz qo'l ko'tarib turganini ko'radi. Haydovchi hayron bo'lib, mashinani to'xtatadi. Qiz qo'shni qishloqqacha tashlab qo'yishni so'raydi. Qiz ortda o'rindiqqa o'tiradi. Haydovchi gap otadi. Qiz esa qisqa javob beradi. Bir payt haydovchi salondagi ko'zguni to'g'rilayotganida pastga qizning oyoqlariga ko'zi tushadi. Qizning ko'ylagi biroz ko'tarilgan, uning oyoqlari esa insonniki emas, balki teskari qaragan ot tuyoqlari edi. Haydovchining ichiga sovuq bir titroq kiradi. U qarshisida inson emas, balki jin o'tirganini tushunib yetadi. Haydovchi bir amallab o'zini qo'lga oladi va hiyla ishlatishga qaror qiladi. Mashinani sekinlashtirib, go'yoki motor o'chib qolgandek to'xtatadi. Haydovchi qizdan mashina o'chib qoldigani va yoqish uchun biroz itarib yuborishni so'raydi. Qiz indamay mashinadan tushadi va orqaga o'tadi. Haydovchi darhol hamma eshiklarni ichkaridan qulflab, qiz itara boshlashi bilan bor kuchi bilan gazni bosadi. Mashina joyidan qattiq yurib ketadi. Haydovchi qutuldim deb o'ylaydi, lekin orqa oynaga qarasa, boyagi qiz inson aqliga sig'maydigan tezlikda yugurib kelayotganini ko'radi. Uning yuzi endi g'azabdan bujmayib ketgan, ko'zlari yonib turardi. U mashina orqasiga urib, dahshatli ovozda baqirardi. Haydovchi qo'rquvdan faqat gazni bosadi. Bir necha kilometrdan keyin qiz ko'zdan g'oyib bo'ladi. Haydovchi uyiga yetib kelganida mashina orqasida qiz urgan joylari va tuyoq izlari qolganini ko'radi. U shu voqeadan keyin uzoq vaqt qattiq kasal bo'lib yotgan.